Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Diqqat, Rossiyaga uchib borayotganlar uchun tezkor xabar. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Moskvadagi Vnukovo xalqaro aeroportida pasport nazoratida kechikishlar kuzatilishi mumkin. Rossiya tomonidan berilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Moskva shahrida joylashgan Vnukovo xalqaro aeroportida 2025-yil 30-aprelga qadar pasport nazorati jarayonida vaqtincha kechikishlar yuzaga kelishi ehtimoli mavjud. Bu holat aeroportda amalga dasturiy va texnik jihatdan yangilash ishlari bilan bog'liqdir. Yuqoridagi holatdan kelib chiqqan holda Rossiya hududida vaqtincha bo'lib turgan va ushbu aeroportdan foydalanishi rejalashtirilgan fuqarolardan safarlarni oldindan rejalashtirish kerakligi, hujjatlarni tayyor holda saqlash va aeroportga Toshkentdan Krasnodarga muntazam avtobus qatnovlari yo'lga qo'yildi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Qatnovlar haftaning seshanba va juma kunlari amalga oshiriladi. Ilk qatnov joriy yilning 8-aprel kunlari bajariladi. Avtobus Toshkent avtovokzalidan soat 20:00 dan jo'nab ketadi. Chipta narxi 900 ming so'mni tashkil etadi. Chiptalarni elektron shaklda Avtotiket sayti hamda Uzbus mobil ilovasi orqali, shuningdek Toshkent avtovokzali kassalaridan xarid qilish mumkin. Rossiyada bo'lish muddatini 30 kunga uzaytirish to'g'risidagi qonun loyihasini hukumat komissiyasi ma'qulladi. Yagona elektron viza bo'yicha xorijliklarning Rossiyada bo'lish muddatini 30 kunga uzaytirish to'g'risidagi qonun loyihasini hukumat komissiyasi ma'qulladi. Yagona elektron viza Rossiyaga mehmon yoki ish safari turist sifatida kirish, shuningdek madaniy, siyosiy va sport tadbirlarda qatnashuvchilar uchun beriladi. Qonun ijodkorlari ushbu vizaning amal qilish muddatini 190 kungacha oshirishni taklif qilmoqda. Bu Rossiyaga sayyohlarni jalb qilishga yordam berishi kerak, deb yozadi Izvestiya. Migrantlarning bolalari Rossiyada maktabga qabul qilinish uchun rus tili bo'yicha testda 90% to'g'ri javob olish kerak. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Davlat dumasi raisi Vyacheslav Volodin tegishli qonun kuchga kirganini eslatdi. Endi migrant bolalarning mamlakatimiz hududida bo'lishining qonuniyligini tekshirmasdan, agar ular rus tilini yetarli darajada bilishmasalar, maktablarga qabul qilish taqiqlanadi. Rosatnadzor rus tili bo'yicha test sinovlarini muvaffaqiyatli o'tkazish chegarasini to'g'ri javoblarning 30% darajasida belgilashni taklif qilgan, ammo deputatlar 90% ni talab qildi. Rossiyada O'zbekiston pravasi bilan bemalol mashina minish mumkinmi? Tarmoqlarda Rossiya O'zbekiston pravasi endi o'tmaydi degan xabarlar tarqaldi. Bu gap noto'g'ri bo'lib chiqdi. Bu qonun O'zbekiston fuqarolariga taalluqli emas ekan. Agar sizda O'zbekiston pravasi bo'lsa, bemalol Rossiyada mashina minishingiz mumkin va bu noqonuniy emas. Xabarni Rossiyaga boradigan tanishlarga yuborib qo'yamiz. O'zbekiston, Tojikiston haydovchilik guvohnomalari hali bekor qilingani yo'q. Bu qonun 1-apreldan taqiqlangani kimlar uchun? Asosan vidna testi olganlar, ya'ni yarim fuqarolik, RVPsi borlar va boshqa davlatlarda yashab, o'sha davlatlarda pravasini olganu, lekin fuqaroligi Rossiya fuqaroligi bo'lgan shaxslar uchun 1-apreldan boshqa davlat haydovchilik guvohnomalari taqiqlandi. Lekin O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari o'zini ishi bo'yicha mashina minib yursa, hujjatlari joyida bo'lsa, hech narsa deyilmaydi. Ular uchun taqiqlangan yo'q hozircha. Vidna jительствоsi bor, RVPsi bor va Rossiya fuqarosi bo'lib turib, boshqa davlat pravasini olgan bo'lsa, shular uchun 1-aprelgacha almashtirish majburiy hisoblandi.
Ruskiya община muhojirlarga odob axloq qoidalarini o'rgatmoqchi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Nijniy Vartovsda migrant avtobus haydovchilariga yo'lovchilar bilan muloqot qilish qoidalari va rus tili madaniyati asoslarini o'rgatish rejalashtirilmoqda. Dastur shaharda jamoat transporti xizmatlarini transport kompaniyasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan Ruskiya община tashkiloti tashabbusi bilan amalga oshiriladi. Kompaniya matbuot xizmatining xabar berishicha, haydovchilar uchun maxsus kurs ishlab chiqilgan. Unda jumladan Ruskiya община va Nijnevartovskda yashovchi diaspora vakillari bilan uchrashuvlar uyushtiriladi. Millatchi tashkilot vakillari chet ellik haydovchilarni Rossiya madaniy an'analari va ijtimoiy normalar bilan tanishtirish niyatida. Bunday tadbirlarni tashkil etish g'oyasi Ruskiya община va transport kompaniyasi rahbariyati o'rtasidagi muzokaralardan so'ng paydo bo'ldi. Natijada ushbu uchrashuvlarni yangi haydovchilar uchun yo'nalishlarda ishlashni boshlashdan oldin majburiy o'qitish dasturiga kiritish to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Rossiyada reydlar davom etmoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Politsiya piyoda kuryerlarga ham reyd o'tkazmoqda. Rossiyada huquq-tartibot organlari uyga oziq-ovqat yetkazib berish bilan shug'ullanuvchi 3 ta yirik kompaniya Yandex, Lavka, Samokat va Vkusvil nuqtalarida tekshiruv o'tkazgan. Tekshiruv davomida 30 ta omborda 150 dan ortiq muhojir kuryer aniqlangan. Ularning har uchinchisida migratsiya qonunchiligiga rioya qilish bo'yicha muammolar mavjudligi aniqlangan. Ular javobgarlikka tortiladi va Rossiya hududidan chiqarib yuborish masalasi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, iddaolarga ko'ra, elektrovelosipedli kuryerlar Moskva aholisi uchun xavotir manbaiga aylanib, yo'llarda va piyodalar yo'laklarida xavfli holatlar yaratmoqda. Shu munosabati bilan poytaxtda qoidabuzarlarni aniqlash bo'yicha faol tekshiruvlar boshlandi. Jarima va transport vositalarini evakuatsiya qilish choralari qo'llanilmoqda. Musodara qilingan transport vositalari uchun maxsus avtoturargohlar to'lovli bo'lib, egalari nafaqat tashish xarajatlarini, balki qoidabuzarlik uchun jarimalarni ham to'lashlari talab qilinadi. Tuziladigan bayonnomalar dvigatel quvvati va transport turiga qarab shakllanadi. Bu esa jarima miqdori va transportni qaytarib olish shartlariga ta'sir qiladi. Sankt-Peterburgda o'zbekistonliklarni o'g'irlab ketib pul talab qilgan bir guruh qo'lga olindi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. 6 kishi 30-mart kuni 21 yoshli O'zbekiston fuqarolarini do'pposlab o'g'irlab ketgan. Uning akasi politsiyaga murojaat qilib, ukasini ozod qilishlari uchun 40 ming rubl talab qilishayotganini aytgan. 31-mart kuni gumonlanuvchilar ushlangan, fuqaro esa ozod qilingan. Gumonlanuvchilar ham xorijliklar. Ular Rossiyada hujjatsiz yurishgan. Bittasi esa yana 1 yil oldin Rossiya fuqaroligini olgan. Jabrlanuvchi ayrimlari bilan ilgari tanish bo'lgan. Rossiyada mehnat migrantlari yetishmayapti. Rossiya do'konlarida hindistonliklar ishlay boshladi. Rossiyada mehnat migrantlari yetishmayapti. Rossiya do'konlarida hindistonliklar ishlay boshladi. Peterchka va Pirkors do'konlarida hindistonliklar ishlay boshladi. X5 Group kompaniyasi taqsimlash markazlariga 100 nafarga yaqin Hindiston fuqarosini ishga jalb qilgan. Sabab mehnat bozorida ishchilar yetishmayapti. Rossiyada 2030-yilga borib savdoda ishchi kuchi yetishmasligi 500 ming kishini tashkil etishi mumkin. Rossiyada endi kuchaytirilmoqda. Rossiyada migrantlarga nafrat tarqatayotganlarga qarshi kurash kuchaytirilmoqda. 2024-yilda Roskomnadzor 222 mingdan ortiq internet resurslarni millatlararo nafratni keltirib chiqaruvchi materiallar uchun bloklagan. Bu haqda idora rahbari o'rinbosari Vadim Subotin ma'lum qildi. Subotinning so'zlariga ko'ra, ba'zi bloklangan resurslar separatistik g'oyalarni targ'ib qilgan, shu jumladan Rossiya tarkibidan chiqishga chaqiriqlar e'lon qilgan. Shuningdek, aholini qo'rqitish va migrantlar haqida nafratomuz ma'lumotlar tarqatilganligi uchun 500 dan ortiq kanallar bloklangan. Roskomnadzorning ta'kidlashicha, internet orqali mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni barbod qilishga urinishlar ko'p kuzatilmoqda. Ushbu choralar internet kontentini nazorat qilish bo'yicha kompaniyaning bir qismi ekani va nazorat kuchaytirilishi qonunchilikning qat'iylashishi bilan birga olib borilayotganligini ma'lum qilgan.
Yaqinda Rossiya Davlat dumasida milliy kamsitish asosida nafratni keltirib chiqarish uchun jazoni kuchaytirish haqidagi qonun loyihasi ma'qullandi. Qonunning maqsadi ekstremistik kayfiyatning oldini olish va jamiyatdagi barqarorlikni saqlab qolish, fuqarolarni zararli kontentdan himoya qilish hamda ijtimoiy muvozanatni saqlab qolishdan iborat, deya bayon qilgan Subotin.